Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 22-fevral sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasidamiz. Do'stlar, bugungi videoda xalqimizga, yurtdoshlarimizga, bizni muntazam ko'rib borayotgan obunachilarimizga qo'ylarni legendarniy haqiqiy hissorlariga keldim do'stlar. Do'stlar, bugungi videoda yangi partiya issiqqina tandirdan chiqqan nonga o'xshab yangi partiya qo'ylarni legendarniy zo'rlari kelibdi do'stlar. Mana endi hozir ma'lumotlarni aytamiz. Bizni videolardan foydalanib, videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib, mana shunaqangi qo'ylarni yaxshi zo'rlaridan, haqiqiylaridan, haqiqiy cho'g'da yonib turgan hisori qo'y qilaman. Mana shularning mevasini olaman. Nasib bo'lsa inshaalloh qo'zisini olib, tug'dirib, nasib bo'lsa qo'ramni qo'ydan to'ldiraman deb turgan obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga bu video maxsus video bo'lyapti do'stlar. Bo'lmasa, ukalarimiz bilan birgalikda mana shu yerda necha bosh qo'y bor, bularning narx-navosi qanday, yoshi qanday, hamma ma'lumotlarni aytishdi. Boshladik akalar. Hurmatli do'stlar, hurmatli ukalarimiz, bu qo'ylarni tug'ib bergan qo'zilarga bir e'tibor beringlar akalar. Qo'zilari legendarniy o'sha otasida zo'r bo'lib tushgan. Otasidan ham zo'r chiroyli bo'lib tushgan. Qo'zilarga bir e'tibor beringlar, orqa holatlari. Qo'chqorchalarimi bular? Hammasi qo'chqorcha aka. Hammasi qo'chqorcha. Kacholiga chiroyli tushgan. Otasidan ham zo'r tushibdi-da, lekin. Kacholiga qarang, e'tibor bering qo'yda aka. Maşallah. Assalomu alaykum ukajon, zo'rmisiz? Assalomu alaykum Botir aka, yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. Ukajon, yangi partiya kelibdi-da yana qo'y. Ha, Xudoga shukr aka, olib kelyapmiz. Nasib bo'lsa inshaalloh endi qo'ylarni zo'rlab, bu safar juda katta-kattalari kelibdi. Aka, chista rangi tozalaridan keldi aka, xudo xolasa. Bu safar juda boshqachalari kelibdi lekin. Qo'zchalar aka, shunchalar qo'z tug'ilyapti, umuman qo'zini gapirmang aka. Nechtasi tug'di? Kelgandan keyin tug'dimi? Tug'ilyapti, bir 15-20 tala bo'lib qoldi aka tug'ilgani. Ichida egiz ham tug'yapti aka, yakka ham tug'yapti. Opshi necha bosh qo'y keldi bu safar? 70 bosh aka bu. Ha, 70 bosh qo'y keldi. Hurmatli do'stlar, mana qo'ylardi, legendarniy rangiga e'tibor berishsin aka, rangiga. Ha, qo'zlar juda chiroyli tushibdi, lekin qo'zichaga bir e'tibor beringlar mana. Rangiga e'tibor berishsin aka qo'chqor. Akalar, mana shunchalik darajada juda chiroyli bo'lib tushgan. Mana shu egizchimi deyman, ha? Ana shu qo'y egizchimi? Egiz chiqqan. Ha, mana shu egizchi ekan. Do'stlar, ikkita bo'lasi. Do'stlar, opsiz 70 bosh dedingizmi? 70 bosh qo'y bor aka bu yerda. 70 bosh qo'y bor. Hozir bu bugungi videoda necha partiya qo'y ko'rsatamiz? 2 partiya qo'y ko'rsatamiz aka. Buni o'tgan bolalarni, egizchi bolalarni olib qo'yganmiz aka naslga deb. O'shalarni sizdan ko'rsatamiz. To'qli mol bari. Bu birinchi partiya. Bu xudo xolasa birinchi partiya 70 bosh aka. Hammasi yelin to'ldirib, bari tayyor turibdi aka qo'ylar. Nasib bo'lsa inshaalloh tug'aman deb turibdi. Shunday aka, hammasi tayyor. Toza bo'g'ozmi deyman, hammasi. Ha, yeliniga e'tibor berishaversin aka, hammasiga. Haqiqatda lekin yurishlaridan ham o'zi, orqa holatlaridan ham o'zi ko'rinib turibdi. Mana shu ikki qo'y bir qo'ydi bolasi aka o'zi. Ha, ana shu orqada ikkita qo'y o'zi egizchi, opa-singil. Opa-singil. Qo'zilari ham egiz tug'ildi. Ikkalasi ham egiz tuqqan aka. Egovi ham egiz tuqqan. Ya mashalloh. Ana shu ikkita qo'y ham egiz tuqqan. Mana o'zi egiz. O'zi bitta qo'ydi bolasi o'zi aslida onalari. Ha, o'zi endi o'zlari ham o'sha ikkitadan tug'di. Egiz tuqqan aka yana. Mashalloh. Nihoyatda go'zal. Menga qarang, birinchi partiyani ukajon yoshini bir aytaylik qani? Yoshi aka 2 tishdan 6 tishgacha bor. 6 tishi kamroq. Ha, 2 tishdan 6 tishgacha bo'lgan qo'y bor. 6 tishi kamroq aka, bir 10% kam bo'lishi mumkin bo'lsa. Menga qarang, bularning o'rtacha balandliklari qanday endi? 80 pelishga olishaversin aka, oshgan xalqimizga aka. 80 pelishga? 80 pelishga oshgani xalqimizga. Oshgan xalqimizga. Narx-navosini bir aytaylik qani aka ukalar? Aka, narx-navosiga keladigan bo'lsak, optimiga bir qo'lga mana shu 70 boshni oldim degan akalarga. Aytaylik qani, Qo'chqor ushlang, olib keling, Qo'chqorni bir ko'rsataylik deb akalarimiz. Qo'chqor ham ichiga aka. Mana, hurmatli do'stlar, mana Qo'chqorni udari. Qo'chqorni o'shim legendarnisi ekanda. Legendarni aka, qo'zlarni ko'rishga qanday tushgan aka. O'shim dahshat narsa ekan-a. Haqiqiy otasiga qarab turibdi aka. Qo'chqor, o'sha legenda. Mana shu qo'ylarni olgan odamga shu Qo'chqor ham ketadimi? Ketadi aka. Ketadi aka. Buni отдельный savdosi ham bo'ladimi yo'qmi? Отдельнigi ham sotiladi aka. Отдельный ham savdosi bo'ladi. Отдельнigi ham sotiladi. Отдельнigi aka. Yosh qanday shu Qo'chqor? 4 tishga endi chiqdi aka. 4 tishga endi chiqdi. Mashalloh, qo'ying bo'ldi. Qo'ying.
Qo'shqorda akalarimiz o'zi tomosha qilib oldi bu qo'shqor qandayligini bilib olishdi o'zi. Menga qarang, endi bu qo'ylarni mana shu qo'shqor ham ichida ketsin. Shu egizchilari ham ichida ketsin. Ana ikkita egizchisining realni ko'rib o'tiribman. Yana bo'g'ozlarning ichida ham egizchilari bordir balkim. Hamma egizchilari ichida ketsin, qo'shqor ham ichida ketsin. Shu 70 bosh qo'ydi bir qo'lga oldim deydigan akalarga bir chiroyli narx. Aka, bitta narx aytaman. Ayting. Bitta narx aytaman. O'zbekiston bo'yicha yo'q narx aka uni. O'zbekiston bo'yicha yo'q. Luba joyda ko'rishaversin aka. 70 bosh qo'ydi bir joyga oldim degan odamga aka. Umuman talashmayman. O't qaytadigan savdo qilmayman aka. Bugun bitta chiroyli gurum qilay aka. 7,5-7 million kerak emas aka. Bitta joyga oldim degan odamga 20 ta tuqqan ona bolasi ham egiz, po'chqor hammasi bir joyga ketadi. 6 million 500 ming so'mdan aka. 6 million 500. Bunaqa narx O'zbekiston bo'yicha yo'q aka. Bu narx 6 million 500 ming so'm. 6 million 500 ming so'm aka. 6 million 500. Menga qarang, ro'za oyiga men hozir ro'za oyi-ku, ulg'aygan oyi. Qilay deyapman aka, ro'za Ramazon. Ro'za oyiga aksiya qilyapsiz. Aksiya bo'lsin aka. Menga qarang, shu foyda qilmay, xalqimiz foyda qilsin aka. Shu ro'za oyiga ukajon, ro'za oyiga aka-ukalarimiz sizdan bir foydalansin, sizga ham duo qilsin. Baribir Qur'oni xayri, molni xayri degan narsa bor-ku ukajon. Aka kelishsin. Mol ustida gurum qilaman. Men buni savdolashadigan joy aytmadim aka. 7 million, 6 million 800 deb o'tirmadim aka. Videoni cho'zib. Liba odam kelsin aka, 10 ta olami, 5 ta olami. Ayirsin, muomalasini qilamiz aka. Tayoq tashlari bo'lsa, shu narx ayirsa qo'shiladi, o'shanda kelishamiz aka. 6,5 milliondan. 6 million 500 ming so'm aka, optimga. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, bu ukalarimiz o'zi o'sha kuni ham olib keldi tog'dan bir 100 bosh qo'y, 100 bosh qo'y ketib qoldi Buxoroga. Samarqandliklar olib keldida buni 50 boshi Samarqandga ketib qoldi qo'ylarni. Qo'ylar kelganlar birdan sotilib ketyapti. Hurmatli do'stlar, bu ukalarimizdan olishyapti, rahmat aytishyapti. Shuning uchun do'stlar tavsiya qilaman, mana qo'ydi legendasi, yaxshilari, zo'rlari yana keldi do'stlar. Endi mazza qilib sotib olaverasizlar akalar. Mana shunday qo'ylar har bitta yurtdoshlarimizni xonadonida 100 tadan, 200 tadan bo'lsin akalar. Bo'lmasa ikkinchi partiyani ko'rsatamizmi? Ikkinchi partiyani ko'rsatamiz. Ikkinchi partiya qo'ylarni ham ko'rsatamiz. Hurmatli do'stlar, mazza qilib sotib olaverasizlar. Hurmatli do'stlar, mana shunday qo'ylarni haqiqiylari, hissoralari har bitta yurtdoshlarimizga nasib qilsin. Hozir ikkinchi partiya qo'ylar bor ekan, ularni ham ko'rsatamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar akalar. Laykni millatinglar, layk bosib, kommentariyada o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirib qo'yaverasizlar akalar. Biz doim xizmatdamiz akalar. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana bu elita sort ikkinchi partiya, o'sha qo'ylarni bolalarimi shu? O'tgan yilki bolalar aka. O'tgan yilki bolalari, o'sha ko'rsatgan qo'ylarni bolalari. Nasllik egizchi deb olib qoldik aka, endi pul zarb sotilyapti. Necha bosh bor bu yerda? 12 boshgina aka, o'zi bitta. O'zi 12 bosh. Soni yengilgina. Bu o'sha katta egizchi qo'ydi bolalarimi yo'q? Shunda. Egizchi tug'ilganda ko'p aka. Ko'p egizchi tug'ilgan. Shuning uchun olib qoldik qo'y qilishga deb o'zimiz aka. Buni endi menga qarang, bular hozir 10 oylikdan o'tganmi deyman? Aka ekitishga tushayoryapti oldi aka. Ekitishga tushayoryapti. Bitta narsasi aka, buni bo'g'ozlik 100% garantiya. Chunki bu bilan yurgan qo'ylar hammasi tug'ib bo'ldi. 100% garantiya aka bu qo'y. Bo'g'ozligi. Hozir qochib ketgan deysizda shuni. Qochib ketgan aka 100% o'yinini garantiya. Lubay anaqa qilgan odam bilan garoy mana kelishi yo'lib ham ko'rsataman aka. 100% garantiya bu. Qo'chqor yurgan ichida. Qo'chqordan chiqqani javob. Qo'chqordan chiqqan. Menga qarang, bo'lmasa necha bosh? 12 bosh. 12 boshgina aka, o'zi. 12 bosh. Buni ichida nechtasi realni egizchi? Realni 3 dona egizchisi bor aka. 6 da. 6 ta, 3 para. 3 para. 3 parasi egizchi. O'sha egizchi qo'ydi bolasi. Shunday aka. To'g'rimi? Bu yoqqa bu tomonga haydang-da. Bu tomonga haydang, bir kallalarni bir ko'rsin qani akalarimiz. Chaqnab turibdi aka, moling bormi bor qiladigan mol, kesimlariga lubay narsasi e'tibor berish. Chiroyli narsalar ekan. Menga qarang, narx-navosini endi ayting qani buni. Aka, narx-navosi 5 million 5,5 million kerak emas aka. Bir joyga oldim degan odamga o'zi 12 boshgina oldi qo'shdim. 4 million 700 mingdan qilib beraman aka bir joyga. 4 million 700 dan? 48, 49, 5 million kerak emas aka. Menga qarang, shuni 4 million 700 emas, shuni shu salgina kelishtirsak bo'lmaydimi? Akajon, bu o'z soni 12 tagina, buning ichida bir pasi yo'q, boshqasi yo'q, bir tekis mol aka. Bilyapman-da, endi baribir ham shu 12 tani bittada shunday 12 boshni oldim degan aka-ukalarga. Aka, 4 million 700 ming dastlabki qilib beraman aka. 4 million 700 dastlabki? Dastlabki qilib beraman. Dastlabkilari bor. Dastlabkasi bor aka. Buni 5 million deb aka 100 ming o'tdim, 50 ming o'tdim deyotgan foydasi yo'q aka.
Bu odam ustida kelib ko'rib yuborilsin, mol aka juda chiroyli, yoqadigan mol. Menga qarang, 4,5 lardan bo'lmaymi? Aka 4,5 emas bo'l, 4,6 mingdan qilib beraman, ko'ngil o'rgan odam. 4,600. 4,6 ming so'mdan ma'qul kelsa Samarqandga dastlabkasi. Menga qarang, 4,5 bering, o'zlari akajon 4,5 o'zlari olib ketadi dastaka qilib. 4,5 million, 4,6 ming boshqalarga bersam, o'zim savdogarlar yigitlar olib qo'yadi-da, aka, ochig'ini aytay. Yo'q, o'zlari olib ketadi. 4,5 bo'lsa o'zlari olib ketsin. Ha, o'zlari olib ketadi. 4,5 bo'lsa dastlabkasi yo'q, 4,5 milliondan bo'lsa o'zlari olib ketsin. 4,6 ming Samarqandga dastlabkasi bor. 3 parasi, 3 ta parasi yigitcha. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, mana bu ikkinchi partiya qo'ylarni ko'rsatdik. Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Tugal mahallasidan ko'rsatyapman. Qo'ylarda haqiqiy qirriqlari, haqiqiy his sorisi, legendalari, gazli, nihoyatda go'zallari. Nasib bo'lsa, inshaalloh 5 yil, 6 yil foydalanib qo'y qiladigan mol akalar. Egalik qilib olinglar akalar. Srochniy egalik qilib olinglar, bo'lmasa bular sirraz birdan sotilib ketib qoladi. Do'stlar, mana shunday videolarni ko'rib ketkizgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar. Ukajon, endi nomerlaringizni qo'yib qo'yaman. Aka-ukalarim telefon qilsa, biz qoldirib ketgan ma'lumotlarni bo'ldi akajon, bemalol. Maylimi? Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Lahidi gum millatinglar akalar, doim xizmatdamiz akalar.